ko'rsatib turibdi. Bolalar mehnati bola psixologiyasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ayniqsa, uni aqliy, ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri qanday bo'ladi? Agarda bizlar jahon tajribasidan chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, o'zi bu mehnatni majburiy deyishimizni qaysidir jihatini o'zini bir tahlil qiladigan bo'lsak, yondashuvni o'zgartirishimiz kerak. Mehnat bu birinchi o'rinda bolani o'ziga ishonchini oshiradi. Ikkinchidan psixologik barqarorlikni paydo qiladi. Uchinchidan ijtimoiy faolligini oshiradi. To'rtinchidan baxt tuyg'usini unda paydo qiladi. Mehnat qilgan bolada o'ziga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Psixologik jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, biz ajratishimiz kerak. Qaysi majburiy mehnat? O'zi majburiy mehnat degan o'z narsani o'zi yo'q. O'sha insonni shu narsaga muvofiqlashtirib yo'naltirish kerak bo'ladi. Chunki u mehnatdan har bir o'zi bir tushuncha borki, inson qilayotgan yumushidan, faoliyatidan bir umr shug'ullanadigan bo'lsa, o'zi qiziqqan sohada u dunyodagi eng baxtli inson o'sha hisoblanadi. Mana shuni manbasi qayerdan paydo bo'ladi? Manbasi ilk yoshligidan shakllantirilishi kerak. O'sha mehnatga to'g'ri yo'naltirilgan, qobiliyati, iqtidori, qiziqishi bilan muvofiqlashgan bo'lishi kerak. Aynan mana shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, Germaniyada mehnatda umuman mehnat orqali o'ziga ishongan shaxsni tarbiyalaydi jamiyatda. Yaponiyada mehnat orqali yoshligidan bolalarni tartibli, mas'uliyatli shaxsni tarbiyalaydi. Shvetsiyada mehnat orqali faol fuqaroni tarbiyalaydi, pozitsiyasini egallaydi jamiyat o'zini. AQShda yoshligidan ishbilarmonlik qobiliyatini shakllangan shaxsni tarbiyalaydi. Fransiyada esa albatta amaliy faoliyatga ega bo'lgan, jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lgan va amaliy faoliyatga muvofiqlashgan shaxsni tarbiyalaydi. Savol qo'yilishi kerak. O'zbekistonda mehnatda qanaqa klassifikatsiya qilishimiz kerak va bolalarni qanaqa tarbiyalayotganligiga ustuvorlik berishimiz kerak. Mehnatni ajratishimiz kerak. Majburiy mehnat qaysi mehnat bo'ladi va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan klassifikatsiyaga ega bo'lgan. Oddiy oladigan bo'lsak, psixologik jihatdan oladigan bo'lsak, stressga ega bo'lgan shaxsni ham biz mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni tavsiya etamiz. Chunki o'sha vaziyatda uni miyasida yoki qanaqadir negativ beradigan yumushlardan qochish va o'zini sevgan mashg'uloti bilan shug'ullanish shaxsni ruhiy barqarorligini ta'minlab beradi. Bu bir. Ikkinchi jihatdan albatta biz mehnatga o'rgatayotgan jarayonda e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladiki, unga aytib emas, balki birga ishlab o'rgatishimiz kerak. Shaxsiy ibrat namunasi bo'lishi kerak. Ikkinchi jihatdan nafaqat birga ishlab, bu ma'lum vaqtdan keyin o'zini yo'naltirishimiz kerakki, o'sha narsaga o'ziga ishonch berishimiz kerak. Oddiy oladigan bo'lsak, o'ziga ishonch bu nima? Albatta mehnatda paydo bo'ladi. Yaponiyada yiqilgan bolani turg'izib qo'yishmaydi. Bizda esa birdan borib turg'izadi, yana qo'lini oyog'ini ushlab biror joying sinmadimi deydi. O'ziga bu ishonchni yo'qotib qo'yyapti. Mehnat ham xuddi shunaqa. Bolalarni oddiy mehnatga o'rgatish kerak. Yapon maktablarida bolalarni o'zi o'tirgan sinfini tozalashga o'rgatishadi. Ularda bo'lib berishgan. Bizda hozir maktabda birorta yumushni qiladigan bo'lsa, birdaniga ijtimoiy tarmoqlar chiqyapti, majburiy mehnatga jalb qildi. Baraka topkir, mehnat bu tarbiya bu. Mehnat darslari shakllantirilgan. To'g'ri, majburiy mehnat ajratishimiz kerak. O'sha qilayotgan mehnat bolani psixologik jihatdan unga bosim bermaslik kerak, yoshiga mos bo'lish kerak. Fiziologik jihatdan unga sog'lig'iga ta'sir o'tkazmaydigan jarayon bo'ladi desa, uni biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Aksincha, uni ta'limni ma'lum bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan metodikasini ishlab chiqish. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha Yapon modelini, AQSh modelini, Germaniyani, Shvetsiyani, Fransiya modellarini umumlashtirgan holatda balkim bugungi kunda yangi modifikatsiyaga, konsepsiyaga ega bo'lgan mehnat darsligini ta'limga joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu orqali biz bugungi kunda O'zbekistonni faol fuqarolarni, pozitsiyaga ega bo'lgan, o'zini mustaqil fikrga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi degan g'oyani, konsepsiyani, yondashuvni ilgari surgan bo'lardik. Psixologik jihatdan ham, tarbiyaviy jihatga ham ega, psixologik jihatga ham ega bo'lgan yondashuv bu. Marhamat.